Jonim, men siz erkib qolmadingizmi? Men homiladorman. Nima? Akajon, shunga ham xafa bo'lib o'tiribsizmi? Axir xafa bo'lishga arzimaydi-yu. Bir og'iz menga bildirib qo'yish qiyinmi senga uka? Aka, o'zim ham endi bildim. Bir marta uchrashuvga chiqdim xolos. Bekor tushunmayapman desanga uka. Xafa bo'lmang endi. Sizni xafa bo'lishingizni bilib, yonimda kuyovjo'ra qilishga qaror qildim. Nima deysiz? Kuyovjo'ra? Ha? Qo'ysangchi. Yonimda qarigan kuyovjo'ra bo'lib yurasiz. Sizga havasim keladi, aka. Yangam bilan baxtlisiz. Men ham sizdek baxtli bo'lishni xohlayman-da. O'zi bir umrga sizdan qarzdorman. Otamiz yo'qliklarini bildirmasdan har doim qo'llab-quvvatlab kelasiz. Kontraktlarimni ham o'zingiz to'lab berdingiz. Hammasiga siz sababchi bo'lyapsiz, aka. O'zi kelinni surishtirdingmi? Ha, onam surishtirganlar. Hamma xona qo'shnilari maqtab yotibdi. Men o'zimga ham yoqdi, aka. Ertaga ZAKS. Yonimda turib berasiz. Faqat kechga qolmay, xo'pmi? Xo'p, baxtli bo'l uka. Kechikmang yana, aka. Xo'p dedim-ku, Har doim kechikasiz. Tezroq bo'linglar, ukajon. Boshqa kelin kuyovlar ham sizlarni kutib qoldi. Hozir opajon, akam kelsinlar. Xo'p, mayli. Faqat tezroq. Aka, kelib qoldingizmi? Boryapman uka, kelib qoldim. Faqat e'lon qilish qoldi, aka, tezlashing. Hozir akam kelsinlar boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasi. Keldim uka, chiqyapman. Xo'p, tezroq keling. Ana, keldim. Holatlari dalolatnomalarni yozish bo'limi tomonidan sizlarning nikohingiz tantanali ravishda qayd qilindi. Bugundan boshlab sizlarni bir oila deb e'lon qilamiz. Rahmat. Barakalla uka. Tabriklayman. Rahmat, aka. Baxtli bo'linglar. Akamga salom ber, tezlash. Assalomu alaykum. Ko'p yashang.